Ota-onalar va tibbiyot xodimlari, assalomu alaykum. Hozirda keng tarqalgan mavsumiy bronkialitlar. Ular asosan kimlarga ta'sir qiladi, qanday belgilar bilan kechadi va qanday to'g'ri davo qilamiz? Bronkialit 2 yoshgacha bo'lgan bolalarning nafas yo'llarini shamollashi. Bunda bolalarning nafas naychalari, eng kichik bronkiolalar viruslar natijasida yallig'lanadi, shishadi va shilimshiq balg'am ajratadi. Kasallikni asosan respirator syncytial virus chaqiradi, ammo lekin hozirda keng tarqalgan adenovirus, rinovirus, gripp va metapnevmoviruslar ham bu kasallikka sabab bo'ladi. Bunday kasallik bilan og'rigan bolaning ota-onasi ko'pincha tibbiyot xodimlariga doktor, bolamning shamollashi o'pkalariga o'tib ketdi, yoki bolamning harorati 5-kuni ham tushmayapti, yoki bolam yaxshi bo'lay deganda yana ahvoli og'irlashdi deb murojaat qilib kelishadi. Bu xavotirlangan ota-onani ko'rib, doktorlar ham darhol antibiotik va gormonal dorilar, dexametazon yoki prednizolon kabi dorilarni boshlaydilar. Aslida esa boladagi bronkialitlar antibiotiklar yoki gormonal dorilar bilan davolanmaydi. Kasallikni belgilariga qarab davolanadi. Demak, asosiy belgilari: kasallik ko'pincha yengil kechadi va bolani uy sharoitida shifokorni to'g'ri maslahati bilan davolash mumkin. Ammo ayrim hollarda og'ir belgilarning yuzaga keltirishi natijasida bemorni, ya'ni bolajonni statsionarga yotqizish kerak bo'ladi. Keling, belgilarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi kunlar burun oqi, burun betishlari bilan boshlanadi. Bola emish va ovqatlanishga qiynaladi. Bunda harorat ko'tariladi. Tana harorati subfebril 37,4 dan 38 gacha yoki baland harorat, ya'ni 38 dan baland bo'lishi mumkin. Ikkinchi, 3-chi kunlarda boshlab yo'tal paydo bo'ladi. Yo'tal ho'l, balg'amli bo'lib, bu balg'amni kichik havo yo'llari, ya'ni bronxiolalarga tiqilib qolishi, o'sha bolajonni eng kichkina bo'lgan bronxlariga tiqilib qolishi natijasida bolalarda nafas yetishmovchiligi belgilari paydo bo'lishi mumkin. Bu belgilar nafas olishning tezlashishi, ko'kraklarning ichga so'rilishi, bo'yinda nafas yo'lini zo'riqishi, ya'ni traxeyani ichga kirishi, o'pkani eshitganda esa xirillash va musiqa kabi shovqinlarni paydo bo'lishi bilan yuzaga keladi. Bola nafas olishga bor kuchini sarflagani uchun ham emish yoki ovqatlanishga kuchi qolmaydi. Buning natijasida suyuqlik qabul qilishi kamayadi, ovqatlanishi kamayadi. Kasallik 3-5 kuni pikka chiqadi, ya'ni cho'qqiga chiqadi. Buning sababi balg'amni bronxiolalar ichida tiqilib bloklash natijasida yuzaga keladi. Bunda bolaning nafas olishi va ahvoli og'irlashadi. Aynan shu paytda ota-onalar sarosimaga tushadilar. Bu kasallikka xos belgi bo'lib, hamma bolada bir xil kechadi. Aynan shu paytda avval sanab o'tgan belgilarim, ya'ni xavfli belgilar, nafas yetishmovchiligi belgilaridan ogoh bo'lish muhim. Belgilarini ko'rib chiqdik. Keling, endi davo usullarini ko'rib chiqamiz. Kasallik yengilroq kechsa, ya'ni tana harorati subfebril bo'lsa va bolada nafas yetishmovchilik belgilari bo'lmasa, kasallikni uy sharoitida ham davolash mumkin. Davoda asosan suyuqlikni uzmaslik, ya'ni emayotgan bolada emizishni davom ettirish, idish orqali icha olsa har 5-10 daqiqada 1-2 ho'plam suyuqlikni muntazam berib turish juda ham muhim. Keyingisi, burun bitganda tuzli suv tomchilari tomizi pipetka yoki mexanik so'rg'ichlar yordamida shilliqni so'rib olish ham bolaga yordam beradi, emishni yengillashtiradi. Harorat baland bo'lganda albatta antipiretiklar, ya'ni paratstamol, ibuprofen dorilaridan foydalanasiz. Bu asosiy dorilar hisoblanadi. Bunda albatta xavfli belgilar, ya'ni nafas yetishmovchilik belgilari, degidratatsiya, ya'ni qurib qolish belgilari, teri turg'irini kamayishi, siydik 8 soatdan ko'p vaqt kelmasligi va bolaning uyquchan bo'lib qolish holatlariga alohida nazar solib turiladi. Agar shunday holatlar bo'lsa, bolani darhol statsionarga yotqizish muhim. Endi kasalxona statsionar sharoitida qanday davolanadi? Birinchi o'rinda nafas olishni qiynalishini bartaraf qilish lozim. Bunda nafas olish qiynalashi natijasida kislorod tanqisligi yuzaga keladi. Ya'ni bronkialitlarda o'zi saturatsiyani 92% gacha tushishi bu normal holat, lekin 90% dan pastga tushib ketsa, bolajonga kislorod kerak bo'ladi. Kislorodni berib, saturatsiyani 90-92% da ushlab turish lozim bo'ladi. Bu statsionarda shifokor nazorati ostida qilinadi. Bola holsizlanganligi tufayli og'iz orqali ema olmasa, suyuqlik icha olmasa va degidratatsiya, ya'ni qurish belgilari paydo bo'lsa,
unda vena orqali tomchi suyuqliklar, tomchi dorilar jo'natilishi muhim. Bronxialitlar qanday bolalarda og'ir kechadi? Surunkali o'pka kasalliklari, ya'ni mukovistsidoz kabi kasalliklari bo'lgan bolalarda, surunkali yurak kasalliklari bo'lgan bolalar yoki bevaqt 32 haftadan oldin tug'ilgan bolalar, neyromuskulyar kasalliklari bo'lgan bolalarda og'ir kechishi kuzatiladi. Bundan tashqari immun tizimi charchagan, bu juda ham xunuk gap, immun tizimi sust bo'lgan bolajonlarda ham afsuski bronxialitni og'ir kechishini kuzatishimiz mumkin. Demak, bronxialitlarda eslab qolishimiz lozim bo'lgan asosiy nuqtalar quyidagilar. 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydi, ko'proq 3-6 oylik bolalarni zararlaydi. Asosiy sabablari viruslar. 3-5 kuni kasallikni og'irlashib, pikka, ya'ni cho'qqiga chiqishi kuzatiladi. Davosida antibiotik va gormonlarga o'rin yo'q. 90% chaqaloqlar uzog'i bilan 3 haftada ko'rmagandek bo'lib ketadilar.